Benim ismim Adam. Etner padişahlığının şahzadesi. O yerde sırlık Galiskar kalesi var. Bu yolvas benim en yakşı dostum. Mende sırlık güç kuvvet var. Lazım bolganda şemşirimni çıkırıp kattıkta olayım ben. Bana güç kuvvet Allah'ım! Bu çağda yolvaz, eriş yolusu aylanır. Ben Hiymenge, alemdeki en kudretlik Adem'e aylanır. Benim özgür sırrımni dostum Şatutberi son sırış. Yasa ol, değil ve o üç kişini bilir. Biz birlikte rezillik menbiyi İlanta kalesini kelgen alvasla bilen köreş kılırız. Yaxşı qıldın Hiymem. Mening yeni şekildeki elektronik kalkınım bütünlay normal. O Dila'nın kuğdaş yatırtını küçeytidi. Oo, Dila dep kaldın go. Sen onun bilen bugün düşten kin Rolendi kentini ziyaret qilib kelalamsan. Ha, buludu. En yakışı men Adam şahzadı göz göre. Bugün apağım bilen paranlaştım. Asasen otuğan hilik asman cisimleri yer şarı doğrusu sözleştik. Sana malum, Xaniş acayip bir ayal. Bilemsen, o tuncu kıtım yer şarıdan alemi uçup çıkan bahadır ayal. Elbette. Biroq bilemsenkin, onundan burun yer şarıda fakat erler alem uçkusu boğan. Hakikaten işiniz kıyın. Bir mezgil men erle ayalladın küçlük dep qarap gelgen. Bu adillik emas. Nəhayət aniq ki, erlər bilan ayollar baravar. Yəni bir tarafdan aytganda mashina ulardan üstün. Nemişqa? Can maşinisi. O divinin ziddiyetlik o. Çaqchaq qo'ydim deylar. Qandoq bo'lmasin, odam bo'lmasin, mashina nereden keladi? Er ve ayollarının birisi bulup birisi bulmuş bulmaydı. Doğru mu? Adam? Erle ayollardan küçükmüş diye. Mana hali. Can maşinesi neymiş oldu? Qo'shil chiqdi. Oh, neymiş oldu? Zaten nemi kaşılı bu, ha? Menimce cezmen oturdu çıkan kaşıla. Bu nesinin uzunluğu zaten kancılıktı. Fakat bir kıl çağrı bile eniqligini buludu. Sen bu yaktın. Ben o yaktın. Toxta! Ha, ben mi? Ha, sen davat deme. Sen neymiş ki bir yerde bizden kalan oğurluk çıkızsa? Kala. Neymi kala? Tez cevap ver. Ha, kara, mening başka niyetim yok. Ben Etner'deki adam şahzadı bulmam. Ben bu yerge asli... Ağzını yum. Ulan asalı tutup aldık. Hiç kancık çıkamayla. Hey! Uyat kim ba? Sen kim? Ben değil ha. İtnirni qoğdaş ettirtinin başlığı. Sen casus okşamamsan. Yok, ben casus emas. Ben hüküm kılalayım. Oo, bu ne gitti? Ha? Qo'li tömürnün sunuğu mu yok bir yat adamga mushundaq muomala qilish o'tib ketgan yovuzlik. Qandaq? Sizlarning endi aytgan gapinglar bormi? Ben bundak maharetini ezelden körüp bakmagan. Seni biz bilen Akadiyağı berip, bizden ayal şahimiz bilen görüşükke teklif kılımen. Ha, ma gap joyida.
Biroq men sizlarning shahringlarni azaldan anglab boqmabdi ekanman. Bu degining to'g'ri oldi. Bizning qalayimiz tavasidan hech qanday kishi zotli o'tib boqmagan. 89-nomerlik kuzatchi mudofaa sepidan o'tishni talab qiladi. Birdamdan keyin Akadiyani ko'rsat. Ana o tog'ning orasida. Men bundaq go'zal joyni zotli ko'rib boqmabdi ekanman. Sel turib ayol podshohni ko'rsan texe. U jazman go'zaldi. Podshohinglarni ko'rmami texe? Podshoh? Bizning podshohimiz yo'q. Podshohning nima kerak? Nemishki bundaq ayol podshohning cho'qim hamrozi bo'lish kerak-ku. Bir er kishi samana bilan birga bo'lamda? Erlar bunda qanday yo'q. Bu yerdagilarning hammasi ayollar. Orada geldik. Akadiya kelganligingizni qarshi olamiz. Sizni ko'rganim intayin xushal-man. Hurmatli aliyleri, sizning go'zal shahringizni ko'rib baqsam bo'lamdi? Avval o'zingizni tunishtirib beqing. Men Dila, davlatimizning men podshohning muhofazat atrat boshlig'i. Podshohning muhofazatchisi? Shundaq, u bo'lsa bir donishmand podshoh. Keyinchi so'zni shayli. Avval bizning shahrimizni ko'rib beqing. Bo'lamdi. Sizlarning shahringlarni tasavvur qilib bo'lmaydi ekan, biroq sizlarning me'morlarga tutgan usulinglarni o'zgartirish bo'lgandek. Demak, sen Akadiyani yaxshi ko'rgansan-da, biroq bu seni uni eng oxirgi qitim ko'rishing. Oldinga mal. Qaraganda biroz turib qoladigan o'xshaymi? Uning qilichini qanday qilamiz? Buni ayol boshqaruvchi topshirib bergan. Ehtimol u buni kerakli narsa qilib chiqishi mumkin. Sen rastla çaqchaqchi ekansan, o'rningda tur. Sen akadiyalik emas-ku, o'zing kim? Men Etnirdagi shahzoda odam bo'laman. O, shahzoda. Biroq sen hozir qul. Eng yaxshisi sen buningga ko'n. Shahzoda bo'lish bo'lmasliging bilan karimiz yo'q. Bu yoqqa mang. Qara. Akadiya bir xil mukammal moslashgan. Butunlay tinch. Kishining ishongisi kelmaydi. Siz qanday boshqardingiz? Bizning buyuk mudofaa sepimiz barliq tajovuzchilarni to'sa oladi. Biroq butun mudofaa sepini kontrol qilish uchun zo'r miqdorda yiqilib lozim-ku. Buni qayerdan hal qildingiz? Akadiyadagi bir kondan olamiz. U yerda haddi hisobsiz boylik bor. Xizmat jazman japoliqdi. Undaqda kim kon qazidi? Kim? Albatta erlarda. Ular o'zining ish o'rnida jismonamga qiladi. Lekin ayollar hukmronlik qiladi. Ayollar erlardan kuchli. Shunlashqa biz har qanday to'qinish va kurashdan saqlana olamiz. Bir mukammal utopiya, to'qinish yo'q, masala yo'q, ham muhabbatmi yo'q. Bunu al. Bu nima? Kam qazadigan qural. Hey, sen zot nima ish qiladigan odam? Ben anada, bu yerning boshqaruvchisi. Bu yer Akadiya kan rayoni. Roda Akadiya mudofaasiga ishiltilgan yiqilg'u. Bizda vaqt jadvali yo'q, faqat ishlasangli bo'ldi. Er va ayollar qullarga o'xshash emgak qilmaslik kerak. Yo'q, ayollar ishlamaydi. Bu qullar ishlaydigan quduq. Azaldan erlar yoki shahzodalar bu yerdan qochib ketilgan emas. Uqdingmi? Erlarning shahar kirishiga ruxsat qilmaslik bu bir tangsizlik. Sirtdan kelgan kishiga bu g'alati tuyuladi. Biroq tushunishingiz kerak. Tushunaman. Siz dunyodan ayrilib tursiz. Shunga siz sovuqqonlik hayvon, inson tabiati yo'q. Aliyleri. Anada nima ish bo'ldi? Erlar o'kti qo'piyotdi, bo'libmi eliqi yangi kelgan odam degini. Odam? U qayerda? Erlar bilan billah. U qul. Nima ish bo'ldi?
O emgek vaktimiz eşip gitti. Kan işçiye xatarlik deb yürüydü. Sundaqmı? O nimini biletdi? Fakat muş bana bilen işini aksatmakçı. Boldu. Bu işini bir taraf kılışını sana tapşırdım. Mening his qilishimcha, boshqa joylardagi erlarning ahvoli bu yerdagidan ko'p yaxshi ekan. Ha, bildim. Bu yer öğürlüp gitdi. Ana da, sana deydiğin gap batdı. Sözde vergin. Bu yerning rodosi yaxshi emas ekan. Sen bir kısmını gördün. Ben bilen bilemem. Bu törükler sürüp gitdi. Bu yer bexatarlik ekan. Bu yerning ustida nima bor? Bütün şehir bu yana üstüde. Agar o törük ö'rlib ketsa, butun shahar tugishidi. Ah, bu ben ayal şaxtın korkuma. Ben köp gittim onun sevmek sağa. Lekin o anlamadı. Şundaqdımı? Nima shundaqdimi? Şundaqdımı? O meni yaxshi ko'rdi deb o'ylayman. Biroq buni zodil e'tirof qilmaydi. O sening so'zingni anglishi mumkin. Meni? Nimishga? Agar sen rostilla shahzoda bo'lsang, Ha, tushundim. Mangayli. Bu kan qudig'i baribir o''rilib tushdi. Men faqat shamshirimning bo'lishini umid qilaman. Bu narsalarni o'rtish uchun vaqt kerak. Yo'q deyla. Hozir sen bizning maxfiyatligimizni bilib olding. Men sening ularni tashqi dunyoga elib chiqishingga ruxsat qilmayman. Uni tutinglar. o yo'l ko'chaning ostidagi shamoldurg'ich tutishidi. Ular mening shamshirimni nega ketganligini bilamsa? Metal yetishmaganlikdan ular shamsharni eritish sexiga ilib ketgan bo'lishi mumkin. Demak, vaqt bek jiddiy ekanda. Ular erlarni nega opirib atgandi? Samana kan rayonining gibini qilib atatdi. Ha, bildim. Cho'qim yer ostida. Hey! To'xta! Bu yerdan qochib ketamazsan. Menda bu yerning xaritasi bo'lgan bo'lsa, nihoyat yaxshi bo'ladi. Oh, Dila. Adam, men seni ko'rib xo'sh bo'ldim. Tutib olgan bu ikkaylan bizning Akadiyada bir maydon urush qilmag'iydi deb ansirayman. Etnimning qurollar qilib qandoqlarcha bizlar jang qila oladi. Ular bizning mudofaa sepimizni mangu buzolmaydi. Sizlarning mudofaa sepinglar uzunga bormaydi, Samana. Sen bu yerga nima deb kelding? Erlarning bu yerga kelishiga ruxsat yo'q. Sizlar Akadiyaning ostini ko'g'layotdinglar. Butun shahar o'rilib ketish xavfi ichida qoldi, bilamsizlar. Adam, tez qoch! Ayolcha, so'zimni angladingmi? Ba'zi kan yo'llarini yasash kerak. Ha? Sen kishi, sen kimga gap qilayotganligini bilamsan? Uni ilib ketinglar. Tezroq. Yo'q, uni qo'yib beringlar. Sen tek uqmadingmi? Sizlar xavf ichida qoldinglar. Kezishni to'xtatishinglar kerak. Mümkün emas. Rodu bo'lmasa, mudofaa sepimiz bo'lmaydi. Shahrimizning mudofaasi tugaydi. Agar siz erlarga bo'lgan qarshingizni o'zgartmasangiz, shahringiz butunlay tugishidi. Bu nemish? Adam boya sizga aytqandi-ku. Biroq ahvol unchalik og'ir emasdi. O'shangizni tepi bilan Samana. Erlarning degin o'rinliq. Akadiya biroq o'rilib ketishi mumkin. Biroq biz qanday qilamiz? Meni qo'yib biting. Bir amal qilib barliq er ayollarni harakatlantiray.
Şemşerken. Bırak, bizga kergi meydan. Şemşer emas. Akadiyadagi er ayollar jazman birlashgandilar. Ondan bu shaharni qo'g'dab qog'ili bo'ladi. Mümkün emas deyla. Ayollar bunda kılanmaydı. Samana, ular qanday qilishni tanlasa, sizni shuni tanlamamsiz? Yo'q. Men buyruq tushirishni bilmayman. Anadanın aytishicha ular Shamshirimni erkida ketgan o'xshaydi. Erchi sehi jazman ashu. To'xta suyumligim. Men erlar bilan birga ishlashni yaxshi ko'raman. Voy, O Shamsharni qo'y. Yasovulning qalqini esqatadigan bo'ldi-da. Tekranmidi. Başka mal kılaylı. Mening chorem bor. Hayman. Sizlar bu yerdan tez ketinglar. Men bu shaharni qutqizib qola olayman. Aşı bir adamga tayinib mı? Bu degan alayda odam. Boshqalar bu yerdan tezroq ketsin. Kankudiga cho'nqurroq bo'lsa yaxshi bo'ladi. Yer ostida lavabada qiladi. Yaxshi bo'ldi. Lavi kan quduğunda to'ldirib yetadigan bo'ldi. Men bu yerdan tez ketishim kerak. Farizim to'g'ri chiqdi. Tog' jinslari lavi bilan aralashsa, ular qatidi. Shahar mustahkamlanadi. Hazır Akadiyanın erleri Dilola Heymanga rahmet yetiş gerek. Meningçe bizning ko'zimiz içildi. Bugün erlerle ayollar birleşlep birlikte şehrimizni qutqizib qoldik. Rodadan ayrıldık. Bizning mudofaa sepimiz bundan keyin bizni qo'g'dayamaydi. Biz ittifoqlikqa har qanday chaqdakidan bakrak muhtoj. Bundan keyin birlikte inoq turmush kechiramiz. Mayli er, mayli ayol. Hammamiz Akadiyaning xo'jayinlari. Teximi yaxshi boshqarish uchun eng oliyjanob va dono er anadani men bilan davlatni boshqaradigan podshohlik tayinlayman. Qo'shilamsa anada. Ayt yaxshi. Dal vaqtida bo'ldi. Meningcha biz xo'shlashsak bo'la. Akadiyadagi erlar agar barobar huquqqa erishamizsa qanday bo'lar? Uchiga chiqqan bema'nilik. Nemishki bir xil jinsliklarni yana bir xil jinsliklardan kuchli degili bo'lsin. Er ayollarning hammasi aqlliq. Mashina qasama ulg'ara. Ishtarlik qilma jang mashinasi. Biroq erlar bilan ayollarning hammasining umuman biroz farqi bor. Bu tarafni o'ylab baxtingmi odam? Biroz. Shundoq, to'g'rimi?
Shundoq. Ashparaq, nima degan güzel. Olko, nima ish qilyapsan? Oko, sen boyatdan beri kendinde uxlaplı geldin go. To'g'ri, lekin men odamni hayajonlantirgan har qanday bir paytni o'tkazolmayman. Burun, ya'ni 1915-yili bir ulug' hujjat maydonga kelgan. U cho'ng nizomnoma. U tarixda insonlarning barobarligini e'tirof qilishda tashlangan birinchi cho'ng qadam edi. Keyin kishilik huquqni qo'llaydigan nurg'unlagan qonunlar chiqarilgan bo'lsa-mu, lekin ba'zilar bir qism kishilarning huquqni tortib olishiga urinib keldi. Baxtga yarasha samana vaqtida shuni topdi. Ayollar birlikda emgak qilgandilar uning shahrini qutqiza oladi. Hamkorlik muqarrar yo'l, to'g'rimi? To'g'ri.